Sizga ajoyib variant topib qo'ydim. Mana bu uyni hovlisini qarang, juda ham chiroyli proyektda qilingan ekan. Mana bu joyda stol qo'yib, kenoyim bilan maza qilib, gaplashib, kofe ichib o'tirsangiz bo'lar ekan. Hovlisiga o'zingizlar e'tibor qilib qo'yasizlar. Hozir sizga uyni ichini birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, kirib kelar ekanmiz, bizani oshxona kutib oladi. Oshxonani ko'rishingiz mumkin. Barcha texnikalari Hoffman brendiga taalluqli tayyor. Mebellari o'rnatilgan, juda ham chiroyli remontda bitgan. O'zingizlar dizayniga ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu yog'imizda koridorimiz hamma xonalari razdельный, ya'ni alohida kiriladi. Xo'p, domofonlari qo'yilgan ekan va bu yoqda mehmonxona joylashgan. Mehmonxona ham juda ham chiroyli remontda, 75 talik televizorlari bor, stullari bor. Mehki mebellari ham tayyor o'rnatilgan ekan va mana bu joyda общий sanuzelimizda joylashgan. Sanuzelni ham ko'rib o'tib ketasizlar va bu yoqda ikkita yotoqxona razdельный, ya'ni bolalar yotoqxonasi o'zining shkaflari bilan va kattalar yotoqxonasi. Bunda ham barcha sharoitlari bor ekan. Xo'p, manzilimiz Chilonzor tumani, xo'p, o'sha Narxoz universitetining oldi Toshkent Cityga 200 metrlik yo'l. 9 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan 3 xonali 72 kvadrat metr. Opsiyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.